alaykum. Yangi hukum ingliz tili darsimizga qaytib kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. Shu topda biz birinchi qism kitobni turyapmiz. Bugun 2019-yil 8-oyning 7-kuni, ya'ni chorshanba. Savodashlarga deb qo'ydigan bir narsa, nimishqa bu oy kunni, ya'ni chislani deysiz, buni demisingiz bo'lmamdi bu degan YouTube'dan xalqan vaqtda ko'rib oladigan bir narsa go, bir dars go bu. Nimishqa oy kunni atoyatan mishatli olsiz deb ajablanib qolgan bo'lsangiz, buning sababi shuki, biz va'da qilgan dars boshlanishdan burun Facebookda va'da qilgan 8-oyning 1 darsning boshlanganligini, andan keyin kunda 2 dars chiqarishni demakchi, buningdan chiqib turdi bu gapdan. Savodashlarningki shu vaqtida shu kunning o'zida, ya'ni dars shundoq YouTube chiqishi aman darhol ugundiganligini umid qilib shundoq qildik. Demakchi, bu yerda chislani atoyatan aytishdagi maqsad shu ham asosli maqsad. Ya'ni shu kuni chiqqan darsni shu kuni ugunib maqsa psixik jihatdan bir xillik haydakchilik bo'ladi, bir xillik jiddiylik tuyg'usi bilan ugundi degan maqsadda shundoq qildik. Albatta, qachonlik ko'rib olsangiz bo'ldi bu videolarni. YouTube shirkati mavjud bo'ladi ekan. Demakchi, YouTube degan shu kanal mavjud bo'ladi ekan dunyoda, to'g'rida. Bu videolar hargiz tushib ketmaydi. Bu degan haqsiz ishlangan darslar shu qarindoshlarimizning foydalanib qilish uchun. Xo'sh, bu yerdagi chislani atoyatan tilga olishniki keyindagi sababni deb qo'yishimiz. Qarasangiz 3-qurda Wednesday 8/7/19 deb turdi bu. Shu chorshanba, ya'ni 2019-yil 8-oyning 7-kuni degan gap bu. Wednesday, August 7th, 2019 deb o'qiladi endi ingliz tilida. Okay, kanalimizninki YouTube'dagi izlash nomi Hayot tilim bo'ladi. Andan keyin to'g'ri bekitimiz eng astidagi qurda ko'rganingizdek. Undan biz bugun qaysi darsni o'rganamiz deganda, biz bugun 13-darsni o'rganamiz albatta. Oldingi darsning davomi, ya'ni tungi darsning davomi. Qarasangiz lesson 13, a new dress deydi. Bu mavzusi darsniki. Andan keyin tigida new words and expressions deydi. Savodashlarningki buni ekranning loyihalanishini yaxshi ko'rganligini bilmaymiz. Bo'lsa inkos qoldirib qo'ysangiz darsning tigiga, shu videoning tigiga. Ma'lum bu nimingiz loyihangiz yaxshi ekan, shunda bo'lsa yoki bu yaxshi emas ekan, qizimaydi ekan, shu koni usul bo'yicha oldingi darslarniki o'xshashlarmi shu sidamlam chiqarsangiz mayli demsiz yoki demakchi bir inkos bersanglar, shuning asosan buningdan keyingi darslarimizni asta-asta shunday chiroyli loyihalab savodashlarningki ko'ziga noiti yaqinlik, yiqishlik, rohat beradigan holatda chiqarmoqchi inshaalloh. Xo'sh, shunda bo'lsa biz o'zimizning amaliy gapiga kelsak, qarasangiz yangi so'zlardan qancha 11 bor ekan degan oldindan so'zlarni menga ekspert qo'ydinglar unda savodashlar. Number 1, color. Color. Qarasangiz yezib color deb undan bir siziq tortib etib, yanto siziqni keyiniga yana bir xil yezib qo'yibmiz. Ikkisining yezilishida ozroq bir farq bor ekan. Har ikkisi esa albatta color deb o'qiladi. Buning sababini men hozir so'zlayman. Bunda bo'lishining sababini, ya'ni ikki xil yezilishining sababini. Number 2, new. New. Number 3, green. Green. Number 4, come. Come. Number 5, upstairs. Upstairs. Number 6, look. Look. Number 7, smart. Smart. Number 8, hat. Hat. Number 9, same. Same. Number 10, lovely. Lovely. Number 11,
13. O'qilishi shundoq. Endi biz so'zlarning ma'nolari bilan bir tez tanishib chiqaylik. Qarang, color degan qanday? Rang degan gap. Biz ranglardan bir qancha ranglarni o'rgandik. Agar esingizda bo'lsa, masalan, white ni o'rgangandik. Oq deb, oq ranglik deb. Blue ni o'rgangandik. Ko'k yoki ko'k ranglik deb. Shundaqmi? Demakchi, ranglarni bu ayrim holda oqni white, ko'kni blue deydigan. Bundan so'ng rang degan so'zni nima deymiz desangiz, mana o'sha birinchi so'zimiz naq shu, color. Bundan so'ng nima ikki xil yozib qo'ydingiz ma'lumda bir yanto siziq tortib desangiz, so'l tarafdagisi amerikancha yozilishi, o'ng tarafdagisi angliyacha yozilishi. Okay? Yodingizda bo'lsa, biz darsimizning 5ida shunday bir gapni degan. Amerikacha ifodalash deb. Demakchi, bu yerda farqning borlig'ini mushu misoldan ko'ryapsiz. Demakchi, amerikaliklar COLOR deb yozadi, angliyaliklar qanday COLOUR deb yozadi. So'zlar garchi o'xshash ma'no olasizmi yoki o'qilishi o'xshash bo'lsa-mu, yozilishida ozroq farqlanadi ekanda, Amerika ingliz tili bilan Angliya ingliz tilida deb. Okay? Albatta Angliya ingliz tilininki yana bir farqi, masalan, mushu so'zni elib aytsak, amerikaliklar bo'g'imning keyindagi R harfini R deb chiqaradi. Masalan, color deb R ni chiqaradi. Aniq. Angliyaliklarcha bo'g'imning oxirida kelgan R harfini R tavshi qilib aniq talaffuz qilmaydi. Masalan, angliyaliklar color deb o'qiydi. Amerikaliklar color, angliyaliklar color deb o'qiydi. Okay? Birinchi so'zimiz shu. Ikkinchi so'zimiz new. Yangi degan gap. Masalan, new car degan yangi mashina degan gap. New book degan yangi kitob degan gap. Bak, new ning ma'nosi yangikan deb yozib oldingiz-ku. Shu tapda qalam bor qo'lingizda, oldingizda bir daftar ichiqliq yozib yonyapsiz-ku. Okay, number 3, green. Green degan yeshil degan gap. Yeshil rangni green deymiz. Okay? Endi nimalar ko'payib mangda asta-asta ranglar albatta. Number 4, come. Bu kelish degan gap. Masalan, bir odamga mushu gapni desak, masalan, oldimizda turgan bir odamni, o'zimizdan yiroqroq turgan odamni come desak qanda, menga yaqin kel degan gap. Ya'ni kel degan gap. Okay? Come. Kela degan gap. Okay? Ya'ni kelish deb tushunsak bo'ldi. Upstairs. Upstairs. Beshinchi so'z. Upstairs degancha ustingi qavat degan gap. Ustingi qavat degan gap. Masalan, siz ustida turib olib, pastda turgan odamni, masalan, ustiga chiqar, ustingi qavatga chiqar desangiz qanday deysiz? Shu come upstairs deysiz. Come upstairs deysiz. Yana birda, ya siz ustingi qavatda turib olib, pastki qavatda turgan odamni ustiga chiqma yoki ustiga chiqar demoqchi bo'lsangiz, shunday deysiz. Come upstairs deysiz. Come degani kelish, upstairs degan ustingi qavat, ya'ni kela ustingi qavatga degandek ma'nosi bor. Okay? Endi yana chiqa deydigan bir so'zni ishlatmaydi ingliz tilida demakchi. Demakchi, kela ustingi qavatga degani shu ustingi qavatga chiqa degani. Okay? Come upstairs. Hozir tekstda uchraydi bu ishlatilish usuli. Number 6, look. Look. Ma'lum, look at deb bir narsa o'rganganda qilgan to'q, masalan, falonchi narsaga qara, masalan, look at that, masalan, book desak, u kitobga qara degan gap bu. Look at deb ikki so'zni look bilan at ne demakchi? Birikkan so'z birikmasi deganimiz birlik keladigan ma'nosi mundaq narsaga qarash, ya'ni nazariy falon bir narsada bo'lish degan ma'no bildirdi deganimiz. Nimishmi ayrim yana lookni ayrim yozib qo'ydingiz deganda, look deganning o'zi qarash harakatiga qartilgan. Qarash bu qarashning iborat shu harakatni look deymiz. Okay? Endi ma'lum bir narsaga qarash bo'lsa, u chog'da anamkin look at bir nima deb bunday ifodalaydi ingliz tilida. Okay? Masalan, look at that book desak abay degandek. Bu kitobga qarang bo'ldi. Agar look lam desak qara degan bo'ldi. Nimaga qarash ma'lum emas bu yerda. Look desak. Demakchi lookning so'z ma'nosi qarash degan qarash harakatiga qartilgan. Ya'ni ma'nosini qarash deb yozib qo'ysangiz bo'ldi. Number 7, smart. Smart degan
birisi aqlliq degan ma'nosi bor, yana birisi juloliq degan ma'nosi bor. Bizning darsimizda juloliq degan ma'nosi bor. Rangi qartilgan gap bu juloliq degan. Demakchi ma'lum bir narsaningki rangi qiniq, juloliq, sho'x deymizmi Uyg'ur tilida. Sho'x rang deymizmi? Sho'x yoki shunday qiniq bo'lsa qanda juloliq deb ataymizmi? Demakchi smartningki ashtaraq bir ma'nosi bor. Sho'x, masalan, juloliq, rangi qartilgan. Abay deganda yana bir ma'nosi bor, aqlliq degan ma'nosi bor. Masalan, bir odamni ko'rsatib turib, he, masalan, har kishidagi u, he is smart desa qanda u aqlliq degan gap. U bo'lsa aqlliq degan gap. Agar bir rangni ko'rsatib turib, masalan, this color is smart desak nima bo'ldi? Bu rang noyati juloliq degan ma'no bo'ldi. Noyati sho'x degandakchi. Okay? Number 8, hat. Hat degan bo'k degan gap. Dalpakdan bu. Bo'k yoki dalpak degandakchi, bosh kiyimga qartilgan bu. Number 9, same. Same degan nima desangiz, o'xshash degan gap. O'xshash. Masalan, same book deganchi, o'xshash kitob degan gap. Masalan, same pen degan o'xshash qalam degan gap. Okay? Number 10, lovely. Lovely degan isil, nice, suyumlik degandek ma'nosi bor. Suyumlik, isil, odamning bir xiloligi, odamningki nima deymiz, nimasini qo'zg'aydigan, odamningki yaxshi ko'rishini qo'zg'aydiganchi, havas qilishini qo'zg'aydigan demakchi. Suyumlik, isil degandek ma'nosi bor. Lovely. Okay? Eng oxirgi so'zimiz 11, albatta 13, number 11, ya'ni 11-chi so'z 13. 13 degan sanoq so'z, albatta 13-chi darsda bo'lgandan keyin 13 degan sonni bilib olishimiz kerak. So'zlarningki o'qilishi va ma'nolari yuqori degandek, unda biz shu so'zlarni o'qigan ham tushungan ma'nosini asosda qandaq biz nimani ko'rib boqaylik. Tekstni ko'rib boqaylik. Tekstni men bu ekranga chiqarmadim. Tekst yana bir ekranda, ya'ni kitobningki o'zida, chunki sol tarafida sog'doshlar ma'lum bo'lgandek dialog berildi, o'ng tarafda rasmlar bor. Neyse, dialogni rasmga solishtirib tushunsangiz osonroq tushungan bo'ldi. Demak, ularni bu yerga surib yurmadim demakchi. Shu kitobningki shu betini ochmay hozir etishdan burun oldindan ma'vu nimaga meni ma'vu loyiharimga qarab beqinglar, agar yaxshi ko'rsanglar, buningki shu xil loyihani ishlatma. Okay? Qarasangiz ustida lesson 13 deb turdi, aniki new dress deb turdi temasini. Ya'ni 13-darsningki dars temasi yoki mavzusi nima ekan? A new dress. Albatta so'zliklar ma ekranda bog'u a new dress. Bir yangi ko'ynak degan gapkan bu. Demakchi ma ekrandan boshqacha loyiha chiqyapti. Temasi darsimizninki a new dress. New ni hozir o'rgandik yangi deb. Bir yangi ko'ynak degan gapkan bu. Dress degan nima? Ayol kishilarningki butun ko'ynagini ko'rsatadi. Bir yangi ko'ynak degan gapkan. Uyg'urchada bir yangi ko'ynak deb olmaymiz-ku, odatda yangi ko'ynak deb olamiz-ku, ha? Lekin ingliz tilida shu bak zig'irlaydi zodi, shu miqdori degan narsalarni. Okay? Unda olsa yangi ko'ynak degan shu dialogni o'rganishdan burun qoidamiz bo'yicha qarasangiz conversation tegi qarasangiz conversation degan nima? Parang degan gap-ku, dialog. Qaysi savolga tayyorlik qilgach o'rgandikamiz dialogni what color is Anna's hat degan savolga javob topishni maqsad qilib o'rgandikamiz qarang. What color degan nima rang degan gap is Anna's hat bo'lsa Annaning bo'ki degan gapkan-ku yoki dalpiki. Okay? Da qarasangiz bu jumlaning ma'nosi Annaning bo'ki nima rangda degandek ma'nosi ekan buning. What color is Anna's hat? Okay? Annaning kendiki pash asli nima degan to'q? Ning degan qo'shimcha ma'no, ning degan ma'nosi bor. Ya'ni ning degan egilib kelishning qo'shimchasi, ha? Okay? Hargiz tas emas jumla. What color is Anna's hat?
nima rang bo'lsa ananing bo'ki, ya'ni ananing bo'ki bo'lsa nima rang yoki bo'lsa tashvitib Uyg'urchada. Ananing bo'ki nima rang yoki nima rangda deb olamiz. Okay, unda biz nimani ko'rib boqayli, dialogni ko'rib boqayli, qarang. Bu ikki ayolningki birisining ismi qanday? Yaxshi diqqat qilib turing, Louise. Louise. Yana birisining ismi Anna. Anna. Herkesni Uyg'urchilab, ya'ni yangi yozıqchilab Anna deb o'qitmaydi. Anna deb gap yo'qmi ingliz tilida. Agar yodingizda bo'lsa, men oldingi bir darsda tunji darsda deyman. İngliz tilida ikki harf keyin-keyindan keladigan ahvollar bor, uzuk tovushlarda demakchi. Bu ahvolda chiqib o'qimaymiz Uyg'ur tiliga o'xshash. Masalan, billa degan so'znimda o'ylasangiz Uyg'ur tilidagi billa degan. Masalan, men bilan billa, sen bilan billa deki billachu. Shu so'zda le'ning ikkisi bor, shundaqku. Billa deb chiqib o'qiydi ekanmiz demakchi, chiqib. Uyg'ur tilining ahvoli mana. Ingliz tilida unda ahvol yo'q degandim, yodingizda bormi? Oldingi shu darsda, tunji darsda. Ingliz tilida uzuk tovushlar garchi ikki qatim yozilsa-mu, bir qatim o'qiymiz. Masalan, shu ayolning ismini Anna yoki Anna deb o'qimaymiz, balki Anna. An garchi ikki qatim yozilgani bilan bir qatim o'qildi. Anna deb, okay? Xo'sh, ikki ayolning ismi shundoq. Unda olsa bular nima deyishadi, bir tushunib boqaylikmi? Oldi bilan menga agishib tekstni bir o'qib chiqinglar dialogni, ya, anadan keyin tushunaylik. Louise bunda deydi, qarang. What color is your new dress? Deganti Anna qo'pib, it's green. Anna deydi, come upstairs and see it. Louise dedi, thank you. Anna deydi, look, here it is. Deganti Louise qo'pib, that's a nice dress. That look, it's very smart. Dedi, andan keyin Anna qo'pib, my hat's new too. Deganti Louise qo'pib, what color is it? Deganti, it's the same color. It's green too. Desa Louise qo'pib, that is a lovely hat. Yana bir qatorda, that is a lovely hat. Qarsangiz, shu eng oxirgi jumladagi Louisening gapida qarsangiz, that ning keyinidagi is bor. Normal holat yozilmay yoki normal shaklda yozilmay qoldi, yanto yozilibdi. Demak, qolgan so'zlar hammasi normal xat shaklda yozilibdi. Shu is degan so'z yanto xat shaklda yozilibdi. Buning sababi yanto yozilishining sababi demakchi, buni urg'uliq o'qiymiz. Yanto yozilgan so'zni ko'rgan hamon jumlada shu so'zni urg'uliqroq o'qiymiz. Shuning uchun urg'uliq o'qisin degan maqsadda yanto yozib qo'ydim. Masalan, that is a lovely hat. That is a lovely hat. That is ni urg'uliqroq o'qiymiz demakchi. Okay? Dialogninki o'qilish ahvoli shundoq. Endi biz qanday ma'nosini tushunib boqaylik. Okay? Louise bunda deydi, qarang. What color is your new dress? Jumladagi color ning keyindagi pash asni tushunaylik savodoshlar. Is bu. BPL dedim, o'tunining darsda tushuntirib o'tgandek, qanday narsa bu BPL desangiz, yana bir qatim tez xotiringizga solsam, holatni bildiradigan fe'l, ish harakatni bildiradigan emas, balki holatni bildiradigan fe'l. Buni tafsiliy keyingi darslarda so'zlaymiz. Hozircha shunchalik bilib turing. Demakchi, ashu fe'l shumi? Shu is degan ashu BPL shu. Ya'ni BPL ni bo'ldi. Agar bu yana qaymoq turayotgangiz ma'lum tushunmadim bu gapingizni desangiz, BPL ni unutib ketib turing. Demakchi, ma'lum tash asni ning qo'shimchasi deb tushunib qolmay, ashu is deb ham tushuning demakchi. Addiroq qilib bersak bu gapni. Okay? Ya'ni what color is your new dress degan gap bu. So'z ma'nosi bo'yicha tushunsak,
nima rang bo'lsa sizning yangi ko'ynikingiz. Ya'ni sizning yangi ko'ynikingiz nima rang degan gapkan bu. Yoki qanday rangda degan gapkan bu. Ikki ayol paranglashyotir-da. Louise işte so'rayotdi. Sizning yangi ko'ynikingizning rangi qanday degan gap bu, ha? Deganda ana qo'pib it's green deydi. Bu yerki pash asmo it mumkindiki. Ashi is, ya'ni ning qo'shimchasi deb o'ylab qolmam demoqchi. U bo'lsa yeshil degan gap bu. Deganda deb bo'lib ana gapni ya'ni ana deydi. It's green deb bo'lib bunda deydi. Come upstairs and see it. Come upstairs. Abem deganda ustinga qavatga chiqib see it. See degan nima? Ko'rish degan to'q. Ko'rish, ha? See it. Ko'ring uni deydi. Ya'ni ustinga qavatga chiqib uni ko'rib beqing demoqchi u, ha? Okay? Come upstairs and see it. Okay? Deganda Louise qo'pib thank you deydi. Rahmat. Okay? Tashamas. Yana qarang. Look. Qarang deydi. Lookni abiyam qarash dedik-ku, ha? Endi nimaga qarash deganda u vaqtida look at bir-nima deb ishlatildi. Lekin bunda qarash degan, shu qarashni iborat harakatni look deymiz degan tuqu, ha? Lookni nima deb tushunmaydi? Qarang deydi. Deb bo'lib here it is degan mana deydi. Mana u deydi. Bir narsani bir odam ko'rsatganda deydigan gap-ku bu. Here it is. Here ning ma'nosini mana deganda. It is degan bo'lsa, u bo'lsa. Mana u bo'lsa, ya'ni mana u demoqchi-ku, ha? Qarang, mana u deydi. Deganda Louise qo'pib, that's a nice dress. That's a nice dress. Albatta, men sal hayajonlanib qoldimmi? Undash belgisi bordek o'qib qo'ydim. That's a nice dress. That's a nice dress. Undash belgisi yo'q ekan, normal o'qisaq bo'ldi. Masalan, that's a nice dress. That's a nice dress. Okay? Bu yerdagi pash as that ning kendiki. Yana shu is degan shu fe'l shu. Is ning qisqartirilmasi, hargizmi ning degan qo'shimcha emas. Ya'ni u bo'lsa bir nice dress, yaxshi ko'ylak ekan. Bu yerdagi yaxshini nima deb tushunamiz? Savdoshlarning yodida bor, nice nimani so'zlaganda nima deb tushunadigan? Odamga rohat bag'ishlaydigan, odamning ko'ngliga yoqadigan degandek, ashta bir yaxshi degan ma'noni bildirdi degandimi bu, ha? Masalan, good nima yaxshi dedik, mushu nice nima yaxshi dedik, fine nima yaxshi dedik, well nima yaxshi dedik. Bularning hammasi garchi o'xshash ma'noga ega bo'lsa-mu, ishlatiladigan o'rinlari farqlandi, o'xshamaydi dedim-ku. Demakchi, men nice endi qanday yaxshi deganda odamga yoqadigan, odamga huzur bag'ishlaydigan deganda qashta yaxshi. Okay? Ya'ni that's a nice dress degani u bir yaxshi ko'ylak ekan, ya'ni u ko'ylak yaxshi ekan. Yoki u bir yaxshi ko'ylak ekan deb so'z ma'nosi bo'yicha tushunsak, u bo'lsa bir yaxshi ko'ylak ekan yoki yaxshi ko'ylak. Demakki, ko'ylakninki odamga yoqishli bir xil ekanligini demoqchi u, ha? That's a nice dress. Qisqasi ma'nosi u yaxshi ko'ylak ekan. Okay? Yoki u ko'ylak bo'ldi ekan degandek uyg'urcha ishlaymiz, bo'ldi ekan qo'mat ko'ylak deb. Okay? Deb bo'lib it's very smart deydi. Abim smart nima deb tushundirgandim, yodingizda bor. Juloliq degan to'qa. Demakchi it's very nice, it's very smart. U bo'lsa nayti juloliq ekan. Rangi nayti ko'zni qamashtiradigan demakchi, sho'xran ekan demakchi, ha? Okay? U nayti juloliq ekan, u nayti sho'x ekan deydi. Okay? Albatta ma'lumki oq, qora ranglik bo'lg'ashqa, ranglik bo'lmag'ashqa ekranda ko'rayotgan rasmlar. O'zinglarningki mana qiyosingizni ishlatishga to'g'ri keldi mishada. Okay? Juloliq yeshil rang deb tushunib turing, shuni ko'z oldingizga keltirib. Okay? Demakchi, ananinki qarang, mana u deganiga nisbatan Louise qo'pib u yaxshi ko'ylak ekan deb bilib, u juloliq ekan, sho'x ekan demak dedi u. Deganda ana qo'pib my hat's new too dedi. My hat's new too. Bu yerga hat ning kendiki pash asma shu is degan so'z. Albatta, bunda qarsangiz jumlani ozroq tahlil qilib baksangiz chiqadi.
mening nima böküm bolsa yangi tu degan mu nega qo'shimiz bu muni bökümning kayni qo'shimiz yani böküm mu yangi demakchi my hat's new too yani böküm mu yangi deydi deganda Louise Kopov what color is it u nimadan degan gap bu qarasangiz bu yerda angliyacha yozibdi demakchi mana bu ham so'zlarning tizimligida yangi so'z tizimligida amerikacha angliyacha deb ikkisini ko'rsatgandim-ku men nimishqa bu darsda men tekstni angliyacha yozdi desangiz bu kitobni angliyalik tuzgan kitob shuning uchun shunga selishtirib yurganimizdan ketadi masalan mana kitobda bunday yozilgan chunki bu angliyalik yozgan kitob shunga angliyacha ifodalagan buning amerikancha ifodalashi bunday bo'ladi deb selishtirib ma'lummiz okay demakchi Louise nima dedi what color is it u nima rang bo'lsa u yani u bo'lsa nima rang yoki u qanday rang deb so'rayotdi-ku bu gapga ana nima deb javob berdi it's the same color bu yerga same deymiz o'xshash deymiz same color degan o'xshash rang degan it's the same color degan nima deb tushunamiz u o'xshash rang degan gap bu yerga the ning ma'nosi nima the same color ashu o'xshash rang demakchi yani the ning ma'nosi ashu eliqi deganda bir ma'nosi bor bu bir aniq artikul hozircha the ni nima ekan deb yozib qo'ying bir mana shu aniq artikul degan endi inglizcha masalan article deydi article shunga uyg'urchami inglizchalar ahang bo'yicha ataqli deb oldik-ku bu article degan narsani qanday tushunamiz desangiz shunda ismlarning oldida kelib haliqi ashu degan ma'no oladigan bir so'z bu lekin tarjimada undaq haliqi ashu deb tarjima qilib olmaymiz masalan shu jumlada masalan it's the same color degan jumlada the ni haliqi deb tarjima qilib olsak qanda to'g'ri bo'lmaydi masalan umu haliqi o'xshash rang deydi desak masalan umu yoki u bo'lsa haliqi o'xshash rang demakchi haliqi degan gapni unchalik aniq deb bilishning hojati yo'q-ku buni uyg'urchada u o'xshash rang desak bo'ladi-ku okay demakchi tushunganda haliqi ashu deb tushunasiz lekin tarjimada uni haliqi ashu deb tarjima qilishning hojati yo'q uyg'ur tilining ifodalash odatida demakchi shunday bir so'z bu the degani haliqi ashu degan ma'nosi bor ammo aniq uni tarjima qilmaymiz uyg'urchada aniq demaymiz buni ketib o'tib amaliy misollar jarayonida texim yaxshi tushunasiz hozircha shunchalik bilib turing okay ya'ni the deganni aniq artikul ekan aniq deganni bilasiz-ku tushunishlik demakchi-ku aniq degani demak aniq artikul ekan buning ma'nosini qandoq aniq artikul deb tirnoq ichiga yozay tirnoq sirtiga buning ma'nosini masalan haliqi yoki ashu deganda işte ma'nosi bor bir so'z the degan bu so'zning haliqi ashu degan ma'nosi bor aniq artikul hisoblanadi lekin buni aniq tarjima qilib ketmaymiz okay uyg'ur tilida tarjima qilganda xo'sh uzun gapning qisqasi it's the same color degan u o'xshash rang degan gap u o'xshash rangda tapilib it's green too u bo'lsa green u bo'lsa yeshil u mu yeshil demakchi u yerda to ni oxirida oldi-ku ingliz tilida okay it's green too u mu yeshil rangda demakchi deganda Louise Kopov that is a lovely hat dedi is nimishqa urg'ulab o'qidik sababi bu shu nimasini ta'kidlamoqchi Louise Berkninki isilligini ta'kidlamoqchi u rostli isil bo'lgan degan gapni shu izni urg'ulab o'qish orqali ifodalayapti u rasmiy isil yoki so'yimlik odamning havasini qo'zg'aydigan demakchi havas qildiradigan u
rastlı bak isil bökkan demoqchi. Shuning uchun is ni shundoq urg'uluq og'inimizning sababi. That is a lovely hat. Agar isni normal degan bo'lsa, masalan, that's a lovely hat bo'lgan bo'lsa, u isil bökkan bo'ladi. Isni endi rasmiy isilgan deb aniq bakrak ta'kidlab ifodalaymiz demoqchi. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa bu yana yetarli emas, savoldoshlar. Asli bo'lsa qandaq bizningki orzulig'imizdek bo'lgan bo'lsa, 100 tirani o'tgan bo'lsa, bu darsni mana shu har bir savoldoshlarni o'qitib, tuzitib xatoligini. Anamkin qayta o'qitib, hattoki yodlatib naq maydonda yoki topshiriq berib yodlatib, keyin yodlatib degandek. Mushtaq qilgan bo'lsak, naqd yaxshi bo'ladi. Endi bu o'rganish endi bu musobaqa shu yangi muhim ingliz tilini mumkin 4 qismini o'timiz biz tugitimiz inshaalloh 8 oydan 10 oygacha. Bu bir mushkul musobaqa, bu musobaqa o'zingizning nihoyat aniq bo'lishingizni talab qilgan musobaqa. Agar qandaqdir, beshingizni istiflama tushundim deb o'tkazsangiz, qanda hargiz o'rganolmaysiz inglizcha. Nurg'ullar sinab mag'lub bo'lgan usul bu. Okay? Ishining menga buni qayta o'zingiz mashq qilsangiz bo'ladi. Ya'ni beshiga qayta deb dialogninki. O'qib masalan, what color is your new dress? It's green. Come upstairs and see it. Thank you. Look, here it is. That's a nice dress. It's very smart. My hat's new too. What color is it? It's the same color. It's green too. That is a lovely hat. Deb mishunda qayta o'qib bo'lsin, videoning yaxshi yeri, ma darsninki YouTube'da bo'lishining yaxshi yeri. Unda barmoqingizni yoki nur belgisini azroq sursangiz, kayniga yondirib qayta anglag'il bo'ldi-ku. Demak, buni qayta yana o'qib qilaverishning hojati yo'q. O'zingiz ham qog'inni ham ko'p mashq qilib o'qib hozir degandek. Bo'lsa yodlab buni. Bo'lsa qayta anglab yana, qayta o'qib, agishib yodlab, masalan, hatto ko'chirib yozib degandek asla o'rganmasang bo'lmaydi. Okay? Nazariyani shunchalik so'zlaylik, unda bo'lsa biz nima ish qilamiz hozir? Men savolga javob beramiz. Abay degan tuqqu bu dialogni o'rganishninki oxirgi maqsadi nima? Shu savolga javob berish. And that was conversation what color is Anna's hat? Nima rang bo'lsa Annaning bo'ki. Ya'ni Annaning bo'ki nima rangda demoqchiman. Bunga nima deb javob beramiz, savoldoshlar? Bunga shunday deb javob beramiz ki, qarang, yozsam tigga. Her hat, uning bo'ki deganda her hat deymizmi? Okay? Is green deb javob beramiz. Yoki her hat deganni texim oddiylashtirib, her hat degan Anna's hat degan gap bu. Shuni siz qo'yman, bak zig'irlab tushuntirishim ma'lum, siz bakrak tushunib kelsin deb. Savolda Annaning bo'ki nima rangda deb so'radi. Javobda Annaning bo'ki bo'lsa yeshil rangda deb javob bersak, bunga to'liq javob bergan bo'lamiz. Anna's hat is green. Yo'q, Annaning demak uning deb ham oladimi desangizmi-chu? Isil. Her hat is green deysiz. Agar yo'q, ma'lum bunimi demayman. U ya'ni shu bo'k qartilgan, ya'ni her hat degan u'ga tango. Her hat is green deb o'tamay, it is green deb ham oladimi desangizmi-chu? 100% to'g'ri. Uzun gapning qisqasi what color is Anna's hat? Degan savolning javobi Anna's hat is green. Yoki her hat is green. Yoki it is green desangizmi bo'ladi. Uchli javobning hammasi to'g'ri. Okay? Unda biz qog'inni o'zingizga topshirib, 13-darsningki yangi so'zlari va dialogini qayta o'qib, tushunib, yodlab, yezib, ko'chirib mashq qilishlarni o'zingizga qoldirib qanda 14-darsga o'tib ketdik. Lesson 14. Temasi 14-dars amaliyotni o'rganishninki mashq bo'ldi. What color is your bir nima deydi. Nima rang bo'lsa sizning bir nimangiz, masalan desak hat. Bo'kingiz. What color is your hat? Okay? Javob nima? Amaliy ahvol qarta deb birisi bo'kingizning rangini, masalan, it's
black yoki it's blue yoki it's green degandek. Okay? Oldi bilan 14-darsni shu 14-dars mashqini ishlashdan burun qandoq albatta yangi so'zlar bilan tanishimiz koni qoidamiz bo'yicha new words and expressions. Number 1, black. Black. Number 2, gray. Gray. Number 3, case. Case. Number 4, brown. Brown. Number 5, carpet. Carpet. Number 6, red. Red. Number 7, yellow. Yellow. Number 8, orange. Orange. Number 9, dog. Dog. Buni hargizmi yangi izohchilar, ya'ni uyg'urchalar bilan dog deb lamda qo'yib etmaylik. Dog deb gap yo'q. Dog. Men dedim-ku, mushu dog degan so'zning talaffuzida ilinayotgan o so'ziq tovush, qaysi so'ziq tovush desangiz, a o'xshamaydi. A emas, biznikimizdan. Olimdiki a emas. O'g'aqdiki o'mi emas, balki o'sha a bilan o'ning o'ttirisi turgan bir nima qarang. A. Ağzınızı yoğun, yumulaq açsanız çıkıdığan nemadan çıkıdığan mağazı, ne deyimiz? İnakni çoğun içivilip çıkıdığan bir nima? İnakni çoğun kâri olip demekçe çıkıdığan bir tavuş mağazı. A, yani dog. Dog, okay? Dog dab a koysanız bulmaydı. Dog dab, yoki dog desanız bulmaydı. O mu emas? Belki ikisini o'ttirsida turadigan dog, okay? Jiq mashq qilish kerak savoldoshlar. Andan keyin eng oxirgi so'zimiz 14. Ma'nolari bilan tanishib chiqaylik tez suratda. Black, number 1, qora degan qora rang. Number 2, gray, kul rang, okay? Number 3, case. Case degan chamdan degan gap. Case, okay? Number 4, brown, nima? Qo'ng'ir rang. Yoki kafi rang deymiz g'o biz. Qo'ng'ir rang, okay? Number 5, carpet. Carpet degan gilam degan gap, okay? Yozyapsiz g'o tez suratda. Agar yozmay, tushundim desangiz bu esingizda qolmaydi-ku bu. Men hozir desam tushunganingiz bilan birdan-bir esingiz hargiz qolmaydi. Cho'qim yozib yurganish kerak. Okay? Carpet, gilam dedik. Number 6, red. Red degan nima? Qizil rang. Number 7, yellow. Sariq rang. Number 8, orange. Bo'liqi orange degan applesin rangchu. Applesin deymiz, bu applesinning rangi. Okay? Number 9, dog. Chuma, bo'liqi mushukniki. Hayvan demakchi. Number 10, 14, 14. Okay? Demakchi darsimiz 14-dars bu. Shunga 14 degan sanoq sonini bilish kerak. Hozir qadar 1dan 14gacha bemalol sanay oladigan bo'ldingiz. Albatta, agar mashq qilayotgan bo'lsangiz, agar mashq qilmayganda beshingizni lingishtiqlab tushundim juma. Ma'lum darsni yaxshi o'tdi ekan, tushundim, tushunyapman deb agar bunda beshingizni lingishtiqlab o'rganayotgan bo'lsangiz, demakchi o'qimay, yodlamay, yozmay o'rganayotgan bo'lsangiz, amal yo'q. Agar men degandek o'qib, rasmni yozib, yodlab, kunda necha qatim o'qib, necha qatim yozib boshlab qilayotgan bo'lsangiz, cho'qim bilasiz. Undan so'ng 1dan 14gacha menga agishib bir sanab boqamsizlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay? All right. Now, sözlükler, şu sözler, dersimizdeki temisi, what color is your, mesela, what color is your, case desek çamdan. What color is your case desek, siz nimdep cevap verirsiniz? It is black. Bu bolsa qara. It is black. Okay?
deb javob berasiz. Masalan, qolgan o'zingiz jiq mashq qilishingiz kerak. Bu mashqni qanday qilasiz deganda amaliyotda kitobni ochib, masalan, ko'z tiqib qo'ysam, shu kitob siz to'rdan tushirib olgan kitob shu. Masalan, deylik, what color is your, ya'ni sizning masalan plan narsangiz nima rangda deb so'rayotidi-ku. Masalan, mana bu 20 rasm qarsangiz umbrella, kunlik degan gap bu umbrella. Black, qora degan gap. Masalan, what color is your umbrella deb so'radi deylik. Demak, mana bu darsning mavzusidagi bo'sh o'ringa umbrellani qo'ydik deylik. Masalan, what color is yoki what color is your umbrella degan bo'lsa, siz nima deb javob bergan bo'ldingiz? It is black yoki it's black. It is ne qisqartib it's deymiz, ya'ni it's black deb javob bergan bo'ldingiz. Buni mashq qilishingiz kerak. What color is your car deb so'rab o'zingiz it's blue deb javob berasiz. What color is your shirt? It's white. What color is your coat? It's gray. What color is your case? It's brown. What color is your carpet? It's red. What color is your blouse? Blouse means ayollarningki ko'pisi. Okay? What color is your blouse? It's yellow. 90 rasm. What color is your tie? It's orange. 100 rasm. What color is your hat? It's gray and black. Gray degani kul rang dedik, black ni qora dedik. Agar ma'lum bir narsa demakchi ikki rangdan tuzilgan bo'lsa, qanday deymiz uni? Masalan, ikki rangning aralashmasi bo'lsa, naqmi shunday deymiz. Masalan, kul rang bilan qora rangning aralashmasini qanday? Gray and black deb ham olamiz ingliz tilida. Ya'ni it's gray and black. Ya'ni bu bo'lsa kul rang va qora rangda. Okay? Anonken 101 rasm qarsangiz, what color is your dog? İştingiz nima rangda degan gap bu. Javob it's brown and white. Masalan, andaqda o'zi umumiy rangi oq, lekin bu yerda shunday tanga, qo'ng'ir rangli bu yerda shunday tangisi bo'lsa, buni qanday deydiganmiz? Ya'ni ikki rangning aralashmasi deydiganmiz-ku. Brown and white deymiz. Ya'ni ikki rangni deb qo'ysak bo'ladi. It's brown and white. Bu bo'lsa qo'ng'ir rang va oq rang da yoki qo'ng'ir va oq rangda deymiz. Gapim tushunishliqmi? Qolgan mashqni o'zingiz qilmasangiz bo'lmaydi, o'rtoqlar. Kitobda o'zingizda to'rdan tushirib olgan. Unda olgandan keyin mush batni yechib o'zingiz rasmiy mashq qilmasangiz bo'lmaydi. O'zingiz so'rab, javob berib, yezib, yodlab degandek-chi. Okay? Unda biz keyindagi darsga o'tib ketdik, o'rtoqlar. Keyindagi dars deganim mush darsningki nimasi-ku, yozmachi mashqi. Qarang, men so'l taraf qarsonda yumaloqning ichiga anonki yana birsi yana bir desam, men gapni ma'qul nimani yaxshi ko'rdinglarmi? Ma'qul loyani agar yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, buningkin shunaqa qiziqarli qilib nima qilaylik, savdoshlarni zeriktirib qo'ymaslik uchun. Sol tarafdagi mana yumaloqning ichida written exercises deydi-ku. Yozmachi mashqlar. A mashq deydi mana. Rewrite these sentences. Rewrite degan qayta yozish degan gap. These sentences degan ma'lum jumlalar degan gap qo'y, ya'ni qayta yozing ma'lum jumlalarni degan gapni rewrite these sentences deydiganmiz. Xo'sh, unda esa example-ni ko'raylik, qarang. Demakchi shu jumlalarni qayta yozib ekanmiz. Example-da berdi, albatta example-ga, ya'ni misol degan gap qo'y, example. Misolga qarab, shu misol bo'yicha qolganlarni o'zimiz ishlaymiz, o'zingiz qoldirma bashi. Unda esa example nima? This is Stella, qarang. Bu bo'lsa Stella. This is her handbag. Bu bo'lsa uning qo'l so'mkasi. Ya'ni bu Stella, bu uning qo'l so'mkasi degan gapkan-ku. Ikki jumlani qanday? Bunda bir jumla qilib qayta yozib ekanmiz. Ya'ni o'zgartirganmiz, ikki jumlani bir jumla qilib o'zgartirganmiz, qarang. This is Stella's handbag. Bu bo'lsa Stellaning qo'l so'mkasi edi. Ya'ni bu Stella, bu uning qo'l so'mkasi degan gapni yig'ibla, bu Stellaning qo'l so'mkasi deydi ekanmiz. Qilaveramiz qolganini. Masalan, birinchisidan deb beraylik. This is Paul. This is his car. Bu Paul. Bu uning mashinasi degan gap-ku. Buni qanday? Bu Paulning mashinasi deb o'zgartiramiz-ku. Masalan, this is
Paul'ning keyniga pash asni qo'yib ning deb ifodalasak, car desak ham bo'ladi-ku, masalan, this is Paul's car desak ham tutadi-ku mana jumla. Tushundingizmi? Cho'qim qila olasiz, masalan, number 2 this is Sophie, number 3 this is Helen, number 4 this is my father, number 5 this is my daughter. Okay? Unda esa o'zingiz qoldi 5 mashq topshiriqqa. Okay? Unda esa yozmachi mashqninki B mashqini ko'rib boqaylik qarang. Sol tarafdagi yumaloqning ichida written exercisesninki B ekan. Yazmachi mashqlarninki B mashqi. Write sentences using past as, his or her dedi. Demak, shu past as yoki his yoki her larni ishlatish orqali jumlalarni yozing yoki jumla tuzang degan gapgan qo'y. Nima qilsak mashq bu misolga. Misolda nima deydi? Steven deb berib, da yan to'siq berib qo'yib deb umbrella deb yana bir yan to'siq berib black deydi. Demakchi Steven, umbrella, black degan mana shu so'zga asosan mundaq bir jumla tuzab chiqaram. Ikki jumla tuzabdi. What color is Steven's umbrella? Mishada bilyapsiz, colorning kendiki past asning ma'nosi is degan gap. Stevenning kendiki past asning ma'nosi ning degan gap. Ikkisi o'xshamaydi. Unda what color is Steven's umbrella deganni tushunamiz. Nima rang bo'lsa Stevenning kulligi degan gapgan-ku, ya'ni Stevenning kulligi nima rang degan gapgan-ku. Javob nima? His umbrella is black. His umbrella is black. Ya'ni uning kulligi bo'lsa qora. Uning kulligi qora yoki qirranglik. Tushunishibmi? Unda esa aslidagi berilgan Steven, umbrella, black degan uch so'zga asosan mushta ikki jumla tuzatamiz. Bir savol, bir javob. Ya'ni Stevenning kulligining rangi nima deb savoldan birini tuzab, uning kulligi bo'lsa qora deb undaqib javobini. Nimaga qandaq mas keltiramiz yoki udil keltiramiz, bularni hammasini men deb bo'lgan oldingi darslar. Agar muntazam o'rganib kelayotgan bo'lsangiz, cho'qim qila olasiz. Masalan, men birinchisini ishlab bersam, Steven car blue deydi. Men başladım emsa, sualni qarama, sual jumlani bunda tuzaymiz. What color is Steven's car? Diğer so'rayotgani car go, ya'ni car, ya'ni mashinasininki, Stevenning mashinasining rangi nima deb so'rayotdi-ku. What color is Steven's car? deb javob his car is blue bo'ldi. His car is blue bo'ldi. Berilganda blue deb berilyapti demakchi. Steven mashina ko'k degan uch so'zga asosan mushta tuzdik hozir. What color is Steven's car? His car is blue deb. Nimaga o'xshash? Misolga o'xshash. Tushundingiz? Cho'qim ishlay olasiz. Masalan, number 2 Tim shirt white. Number 3 Sophie coat gray. Number 4 Mrs. White carpet red. Number 5 Dave tie orange. Number 6, Stephen, hat, gray and black. Number 7, Helen, dog, brown and white. Number 8, Hans, pen, green. Number 9, looming, suit. Looming, suit, gray. Number 10, Stella, pencil, blue. Number 11, Xiaohui, handbag, brown. Number 12, Sophie, skirt, yellow. Demakchi, agar rasmiy astoydil muomala qilib, "Ya, ma'lum, deganingiz to'g'ri. Men zodi ashunday tafsiliy ishlab topshiriqlarni, har bir misollarga qattiq diqqat qilib, qattiq tahlil qilib, analiz qilib, ashunday yezib, ishlab, ko'chirib, o'qib, yodlab, ashta o'rganaman. Zodi inglizchani yaxshi o'rgangan bor desangiz, mana bundan yaxshi dars bo'lmas. Unda bo'lsa shu gap bilan biz qanda see you tomorrow. Yani at ko'rishayli inshaalloh. Thank you very much. Unda bo'lsa hozircha goodbye.